16 yil bu shunchaki o'tgan vaqt emas. Bu bir-biriga suyanib ishlagan, bir-birining og'irini yengil qilgan, quvonchini bo'lishgan odamlar hikoyasi. Bu yillar davomida ko'plab insonlar keldi. Kimdir bugun biz bilan, kimdir esa boshqa yo'lni tanladi. Ammo ularning barchasi bizning xotira daftarimizda o'z izlarini qoldirgan. Biz Visolani mahsulotlar bilan emas, shu odamlarning mehr va mehnati bilan qurdik. Har bir ism, har bir kun shu xotira daftarining qadrli sahifasidan joy olgan. Va bu daftarning bo'sh sahifalari hali ko'p. Chunki biz oldingi yurishda davom etamiz. Yangi insonlar, yangi mahsulotlar va yangi maqsadlar bilan. Visola 16 yildan beri birga yashab kelayotgan oila va bu oila hali uzoq yo'lni birga bosib o'tadi.